بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. İmam Termiziy rahimahulloh o'zlarining jamilarida quyidagi hadisni keltirganlar. Abu Zar va Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerda bo'lmagan Allohga taqvo qil, yomonlik ketidan uni ketkazadigan yaxshilikni ergashtir va odamlarga go'zal xulq bilan muomalada bo'l deb marhamat qilganlar. Muhaddis ulamolar ushbu hadisni 3 qismga bo'lib o'rganishgan, ya'ni bandani Alloh taolo bilan bo'lgan munosabati, o'z nafsi bilan bo'lgan munosabati va atrofdagilarga nisbatan munosabati. Va shu asosda 3 ta muhim foydani bayon qilib berishgan. Birinchi foyda shuki, banda qachon qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, har bir so'zida bo'lsin, amalida bo'lsin, Alloh taoloni ko'rib turganligini, rioyasini qilishligi, mulohazasini qilishligi va Alloh taolodan qo'rqishligi lozim bo'ladi. Hadisdagi ikkinchi foyda shuki, hadisdagi yomonlik ketidan yaxshilikni ergashtir jumlasi bu Alloh taoloning Hud surasidagi albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi oyat karimasining bayoni va tafsiri hisoblanadi. Shu o'rinda muhaddis va mufassir ulamolar boshqa oyat va hadislardan xulosa qilib, bu yerdagi yaxshiliklar faqat sag'ira gunohlarga kafforat bo'ladi, kabira gunohlar uchun tavba va istig'for zarur deb ittifoq qilishgan. Hadisdagi 3-chi foyda shuki, Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan go'zal xulq nima ey Allohning rasuli deb so'raganlarida, go'zal xulq sendan siylay rahmni uzgan kishi bilan aloqani tiklashing, senga zulm qilgan kishini kechirishliging, sendan man qilgan kishiga sen berishliging deb payg'ambar alayhissalatu vassalom javob berganlar. Demak, inson go'zal xulq deganda har bir maqtalgan xulqlar bilan xulqlanib, har bir mazammat qilingan xulqlardan chetda bo'lishligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suratu siyratlarini o'rganib, u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashishligi lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.